Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Mana bugun bizning sovg'amizning kimdir egasi bo'lishi mumkin. Hozir esa biz ularni sizlar bilan birgalikda aniqlaymiz. Qani ketdik. Mana biz o'z mijozimizni topdik azizlar, birgalikda kuzatib boring. Marhamat. Assalomu alaykum opajon, yaxshimisiz? Biz sizga o'z savollarimizni bermoqchimiz. Agar javob bera olsangiz. Nima uchun Center Faiz opajon? Faqat shu yerga kelamiz. Siz bizning doimiy mijozimizsiz. Sizning Center Faizda qanaqa qulayliklari bor? Assortimentlari ko'p. Bilasiz, mana bu hududni o'zida ham bizda avtoliklar ko'p, lekin biz sizni har doim Center Faizda ko'ramiz. Qanday, nima uchun aynan Center Faizni tanlaysiz? Assortimentlari ko'p, narxlari ham. Qashti yerga kelamiz shuning uchun. Qancha vaqtdan beri? 15 yildan ziyoddan bo'ldi, 20 yil. Azizlar, bizning 15 yillik mijozimiz. Hali kichkina bola edim-manda, kelayotgan bu yerga kelgan paytlarimda. Bu yerda avto magazin edi. Birinchi bu, keyin remont qilib, bunaqa o'sh Center Faiz bo'ldi. Hali avto bo'lgan paytlarda biz ham kelardik. Demak, sizga Center Faiz har taraflama qulay. Shunday. O'shaning uchun sizning tanlovingiz Center Faiz. Bizning sizlarga atagan kichik bir sovg'amiz bor. Bizning bu haftagi hafta mijozimiz azizlar bular bo'lishdi. Biz sizlarni ko'rganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Tabriklaymiz. Rahmat sizlarga. Kutilmaganda, lekin rahmat. Center Faiz'i umuman kollektivlari uchun, sifat mahsulotlari uchun, hamma vaqt srokiga qarab nima qilganlari uchun juda ham davom bundan ham rivojlanib ketsinlar. Tilaklarimiz shu. Rahmat. Rahmat sizlarga ham. Biz sizlarni doim Center Faizda kutib qolamiz. Rahmat.